Assalomu alaykum. Men Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi Axir va Ozoda. Bugun bola tarbiyasida oila, o'quv yurti, mahalla va jamoatchilik hamkorligi mavzusini yoritib beramiz. Bunda men 5 ta rejadan foydalanganman. Birinchi rejamiz oila tarbiyasining mohiyati. Ikkinchi rejamiz oilaviy tarbiyada milliy qadriyatlardan foydalanish. Uchinchi rejamiz oilaviy tarbiya to'g'risida sharq mutafakkirlarining fikrlari. To'rtinchi rejamizda esa oila a'zolarining tarbiya jarayonida tutgan o'rni. Beshinchi rejamiz oilaviy tarbiyada hamkorlik. Jamiyatda oilaning o'rni. Oila saodat sarchashmasi. Dunyoda jamiki narsa borki, jufti bilan yaratilgan. Osmon va yer, quyosh va oy, kecha va kunduz, ona qorni va qabr. Hayot insonga bir marta beriladi. Inson o'zining umrini yashab o'tar ekan, bunda eng muhim 3 ta narsada xato qilmasligi lozim. Shulardan bittasi oila qurish. Oila qurish faqatgina ikki insonning qovushishigina emas, balki xursandchilik va qayg'uda, boylik va kambag'allikda ham bir-biri bilan ham fikrlikda bo'lish demakdir. Insonning kelajagi oilaga va oilaviy munosabatlarga bog'liqdir. Oilani ta'riflamagan faylasuf, yozuvchi va shoir bo'lmagan bo'lsa kerak. Faylasuflar oilani jamiyat yacheykasiga qiyoslashsa, yozuvchi va shoirlar goh kemaga, goh vatan ostonasiga qiyos qilishadi. Ularning bari haq. Oila qaysi mamlakatga mansub bo'lmasin, avvalambor buyuk va ulug'vor vazifani, nom qoldirish, inson zotini davom ettirishni amalga oshiradi. Oila qurayotgan har bir inson eng ezgu, eng sof niyatlar bilan uni quradi. Faqat bu niyatlarni amalga oshira olmagan ba'zi insonlar qiyinchiliklarga dosh bera olmaydi. Natijada oila atalmish muqaddas go'sha vayron bo'ladi. Vayron bo'lgan oiladan esa qalbi nogiron farzandlar voyaga yetadi. Bu albatta nafaqat buzilgan oila a'zolari uchun, balki butun boshli davlat uchun katta musibat hisoblanadi. Oila tarbiyasining mazmuni va mohiyati. Oila yangi avlodning vujudga kelishini taqozo etadi. Shu sababli nikoh ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni uyg'unlashtirib turadi. Ijtimoiy hodisa bo'lgan oila yashagan davr xususiyatiga hamisha o'z aksini aks ettiradi. Bugungi iqtisodiyot va ijtimoiy o'zgarishlar bu sohasidagi oila vazifasi mas'uliyati yanada oshadi. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov respublikada sobit qadamlik bilan xalqchil adolatli jamiyatni bunyod etish bosh vazifadir. Mehnatsevar va badavlat ma'naviy yutuq va madaniyatli oila shu jamiyatning asosini tashkil etadi deb fikr bildiradi. Oila tarbiyasiga pedagoglarning rahbarligi, pedagoglarning ota-onalar bilan hamkorligi. Hozirgi kunda maktablarda oilaviy hayot etikasi va psixologiya fanlari o'qitib borilmoqda. Bu albatta oila va nikoh, yosh ma'naviy dunyosining go'zalligi, farzand, oilaviy munosabatlar to'g'risida ko'p ibratli ta'lim bergan. Pedagoglar dars jarayonida, darsdan tashqari tarbiyaviy tadbirlarda ham mazmunan ravishda o'quvchilarni oilaviy hayotga tayyorlashga urinadilar. Natijada bir xil mavzu bo'yicha paydo bo'lgan qarama-qarshilik fikrlar talabaga ishonchsizlik tuyg'usini paydo qiladi. Shuning uchun ham oilaviy tarbiyaga ikki tomonlama yondashmoq zarur. Xalq pedagogikasi tajribasiga asoslangan holda pedagoglar va ota-onalar hamkorlikda o'quvchilarga quyidagi yo'nalishlarda tushunchalar berishlari lozim. Birinchisi, oila so'zining asl mohiyati, vazifalari, jamiyatdagi o'rni. Ikkinchisi, o'zbek xalq oilalari an'analari, urf-odatlari va udumlari. Uchinchisi, xalq pedagogikasi tajribalari. To'rtinchisi, oilada ota va onaning o'rni. Beshinchisi, oilada farzandlarning o'rni. Oltinchisi, qarindosh urug'chilik etlari. Yettinchisi, qo'ni-qo'shnilarning munosabatlari. Sakkizinchisi, yaxshilik va faqat yaxshilik g'oyalarini singdirish. Va so'nggisi, vatanga sadoqat. Oila tarbiya o'chog'i. Bu o'choqda barkamol farzandlar pishib yetilishi, buyuk davlatimiz, havas qilsa ajoyiblik prezidentimiz, jonkuyar xalqimiz barcha sharoitlarni yaratib bermoqda. Bunga javoban biz ham oz bo'lsa ham o'z hissamizni qo'shishimiz shart deb o'ylaymiz. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov so'zlari bilan aytganda, mendan eng katta boylik nima deb so'rasalar, bilimli, aqlli, odobli, ertangi kunni o'ylaydigan farzand, ota-onaning
deb aytgan bo'lar edim. Bunday boylikka ega bo'lganlarni jamoa boy davlat, boy ota-ona, boy badavlat oila deb tan oladi. Bunday oila hech qachon xor bo'lmaydi. Oilaviy tarbiyada milliy qadriyatlar, sharq mutafakkirlarining tamoyillari. Inqilobdan oldin ularning dastlabki kunlaridayoq sharqona tarbiyaga yuksak baho bergan edilar. Turkiston xalqining milliyligiga, mafkurasiga qiziqishardi. Keyinchalik vaqt o'tishi bilan ular negadir milliy qadriyatlarni bid'at va xurofot deb nom berdilar. Bizda e'tiborga olinmagan Kaykovskiyning Qobusnomasi, Yusuf Xosrojevning Qutadg'ubiligi, Ahmad Yurnakiyning Hibbatul Haqoiqi jahonda tan olindi. Navoiy bobomiz, Munis Xorazmiy, Abdulla Avloniy, Hoji Abdulla Orif, Sa'di Sheroziy, Mirzo Bedil, Hamzalarning o'z asarlarida o'zbek xalqining o'ziga xos xususiyatlarini ochib berishgan. O'zbeklardagi ota-onaga bo'lgan izzat-hurmat, birodarlarga bo'lgan mehr-shafqat, insoniylik, ma'rifatga chanqoqlik, onaga, ayolni ulug'lash, farzandga nisbatan fidoyi bo'lish kabi fazilatlar albatta ular qalami orqali dunyoga tanilgani shubhasizdir. O'zbek xalqining tarixi haqida gapirganda inqilobdan oldin bironta oliy o'quv yurti bo'lmagan deb ta'riflashadi. Ammo bu tarixiy faktlarga ko'ra noto'g'ri ekanligi tasdiqlangan. O'zbeklar ta'lim va tarbiya masalalariga har doim e'tibori asosiy bo'lgan. Xalq pedagogikasi ularning vazifasini a'lo darajada o'tab kelgan. Ular xalq og'zaki ijodi durdonalari bo'lmish ertaklar, rivoyatlar, maqollar, topishmoqlar, ona allalari. Bolalik kunlarimda, uyqusiz tunlarimda ko'p ertak eshitardim, so'zlab berardim buvim. Chunki har birimiz yoshligimizda bunday ertaklardan bahramand bo'lganmiz. Ular orqali keksa avlod vakillari yosh avlodga ota-bobolar tarixi, udumlari, an'analarini singdirish bilan bir qatorda tarbiyaviy maqsadlarni ham ko'zda tutishgan. Ertak, afsona, rivoyatlar o'zining jozibadorligi bilan faqat bolalargagina emas, balki kattalar ongiga ham ijobiy ta'sir qilgan. Ular insonning yaxshilik qilishga, mehnatni sevishga, vatanga nisbatan fidoyi bo'lishga asrlar davomida undagan. Shiroq, Tumaris, Guruğli, Rustami Doston, Alpomish hozir ham bolalarimiz hayrat bilan tinglashadi. Bola qiziqdimi? Demak, u haqiqiy. Chunki sal bo'lsa ham soxtalik aralashganda bolaning beg'ubor ko'ngli darhol sezardi. Maqol, matallarni aytib o'tadigan, og'izdan og'izga o'tib keladigan insonlar asosan donolar deb yuritiladi. Donolar dunyo azobini 4 narsa bilan. Birinchisi qarilik, tanholik va kimsasizlik. Ikkinchisi bemorlik va bemadorlik, musofirlik. Uchinchisi kambag'allik, onlarda qarzdorlik. To'rtinchisi yo'lning uzoqligi va piyodalik. Har bir kishi uyda va jamoat orasida quyidagi odatlarga amal qilmoq zarur. Yurishda ko'zingga qarab yur. Zarurat bo'lmasa shoshma. Bilmagan yo'lga tavakkal qilib yurma. Yurib ketayotib narsa yema. Dam olishda boshini osiltirib o'tirma. O'zingni intizomli ko'rsat. Odamlarning ravnaq topishi uchun 3 narsaga o'zlari haqida qo'rqishga, poraxo'rlik, bo'lmaslikka va rost so'zlikka bog'liqdir. Ilm va yaxshilik birovsiz hech narsa hisoblanadi. Kaykovskiyning nasihati. Xushfe'l odam doimo rohatda bo'ladi. Uyqusida ham qo'rqmaydi. Chunki inson bedorlikda nimani odat qilgan bo'lsa, uyqusida ham o'shani ko'radi. Parviz nasihati. Tamagir bo'lmaslik zarurki, bolalarning xilma-xili ana shu tamagirlik sababli yuzaga keladi. Odam arzimas narsalarga ham jahli chiqaravermasligi kerakki, kishiga jahldan kuchliroq dushman yo'q. Chunki jahli chiqqan odam o'zini bilmaydi. Mahalla oiladan, vatan mahalladan boshlanadi. Mahallaga bo'lgan, vatanga bo'lgan muhabbat oiladan boshlanadi. Fikrimizning dalili sifatida ko'plab yozuvchilarimiz o'z fikrlarini bildirgan. Jumladan, biz bolalarimizda vatanni beg'araz sevmoqlik hissini tarbiyalashimiz kerak. Vatan bolalarimiz beshiklari hijobi ostidan olamga tashnajon termilgan osmon toqi.
Bu beshik vatan ostonasidir. Kimki bir marta ana shu beshikka belansa, vatanning bir parchasi uning joniga aylanadi. Bu esa jonning joni deb yuritiladi. U hatto jonning o'zi bilan-da chiqib ketmaydi. Demak, vatan oiladan boshlanadi. Bir bolaga 7 mahalla ota-ona degan naql xalqimizning bola tarbiyasidagi doim asosiy e'tiborni qaratib, mahalla mavqei hamda majburiyatini ta'kidlaydi. Mahalla o'z-o'zini boshqarishning milliy modeli bo'lib, ulkan tarbiyaviy vazifani bajaradi. Unda keksalarning pand-nasihati, kattalarning shaxsining ibrati, jamoada hamjihatlik misoli kishilarning ongiga ezgulik g'oyalari singdirib boriladi. Ayniqsa, milliy qadriyatlar, mehr-oqibat, vatan sha'ni uchun kurash kabi fazilatlarni kamol toptirishda mahallaning o'rni beqiyos. O'quvchilar tarbiyasida oila, mahalla, maktab yo'riqnomalarining ahamiyati, tamoyillari va bosqichlari. Tarbiya o'z tabiatiga ko'ra bir maqsadga qaratilgan yagona, uzluksiz jarayondir. U hamma joyda, maktab va oilada, hovli va mahallada, jamoat to'plangan joylarda amalga oshiriladi. Maktab tarbiya faoliyatini bir maqsadga qaratilgan holda pedagogik jihatdan malakali amalga oshira oladigan tarbiya o'chog'idir. Ota-ona bola tarbiyasida mahalla hamda maktab bilan muntazam ravishda hamkorlik qilmoq lozim. Ba'zi bola o'zining oilada boshqacha, maktabda boshqacha, ko'chada boshqacha tutishi mumkin. Bunga sabab ota-onaning bola tarbiyasiga, uning qiziqishlariga e'tiborni qaratmasligi, bolaning kamchiligi va aybini aytilgan paytda uni xushpushlikka harakat qilishidir. Natijada bolada tarbiya omillariga qiziqish susayadi. Bilim va axloq odob qoidalariga befarqlik vujudga keladi va tarbiya vositalarining ta'sir kuchi kamayadi. Bolada loqaydlik, o'zbilarmonlik, qaysarlik kabi illatlar paydo bo'ladi. Bunday bolalar esa maktabning o'zi tarbiyalay olmaydi. Oila, mahalla hamkorligi zarur bo'ladi. Mahalla sog'lom ijtimoiy muhit maskani bo'lib, unda keng jamoatchilik o'rtasida tarbiya ishlarini samarali yo'lga qo'yish imkoniyati mavjud. O'quvchi yashab turgan ijtimoiy muhitda axloqiy qarashlar, yurish-turish va aloqa malakalari tajribalarini egallaydi. Maktabda olgan bilimlarini hayot tajribalari bilan solishtirib, mustaqilroq bo'lishni, o'zidan kichiklarga g'amxo'rlik qilishni, o'z o'rtoqlari, tengdoshlari bilan munosabatni o'rganadi. Shuningdek, u oila doirasida keng, uyda, ko'chada, mahalla, shahar yoki qishloq hayotiga moslashadi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, tarbiya jarayonida oila, mahalla va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik muhim. Ishonch, birlik va maqsadga yo'naltirilganlik asosiy tamoyillar. Samimiy muloqot va muvaffaqiyatli tajribalar bilan kelajak uchun mustahkam poydevor yaratish mumkin. Bu esa yoshlarni barkamol va ma'naviyati yuksak shaxs qilib tarbiyalashga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.